Voy, bu og'ina muhabbatlashibdi-da. Og'ina degan og'inajimi? Topqin muhabbatimi menikiga o'xshaydi. Qara, kiygan kiyimlarining o'xshashligi. Qara, sochlarining o'xshashligi. Qara, o'xshashgan. Nimani qaraydi? Nimani? O'zini pəpəlab önümge erişəlməyən Rustam oxiri partalab ketidi. Әтсі onun söygünü bədəlləri bu yerlere qızırıb qalğan aldı qaytıb kelidi. Rustam bolsa öydə naqş etib oltiratdı. Belkim taşlar bir күні sen yaqturğan kişiler seni. Lekin könglim sen bunu zinhar İğir almığın. Doğru deysiz. Ben sizi düşündüreyim. Lekin siz bunu qat'iy ig'ir almang. Tushundirishni ochon gapirpa. G'azabini bosolmagan Rustam Vikramni izlab berib, uning maydisiga 3 pay etib etdi. Hamda darhol berib o'zini ma'lum qiladi. Shamsiyaning go'ymisi Peti Vikramning singlisi bo'lib, akisining qasd uchirganligini anglab, naq maydonga yetib keladi. Hamda qattiq vatildab ketadi. Nima ish qilyapsan, qasang? Ha? Kimsan haqni oyoq bilan gilamga chiqdi deya? Bu yerda yalang'och akishiga qarab bo'ltag'icha tursang olmamdi akamni o'tgan qotilni. Yaxshimisiz qinim? Men razvedchik Lobo. Bekor turmay tez berib tutmamsiz razvedchik Mogo. Yana bir qitim deb qo'yay. Mening ismim razvedchik Lobo. Sizga shuni deb qo'yay razvedchik Xogo. Men-chu dahshat bir vanxon. Ma ishni hal qilib bermaydigan bo'lsangiz, nomingizni sesitib hamma yerga purtib yutaman. Xinim, vanxon bo'lsangiz o'zingizga qarang. Xo'la, ichimni siqmay, ko'zimdan ufchanga. Rustamning so'ygini, Rustamni ko'rgili borgan bo'lsa-mu, Rustam ko'rishni rad qiladi. Bu chaqda bu xabar gazitlarga besilib, butun shaharlarga tarab ketadi. Yin xabar. Kapitan Rustamning kayni puti uydan chiqib bo'lguncha, og'insining oldi puti uyga kirib bo'pti. Kapitan og'insiga bir payning o'rniga 3 payni qaytirib beribdi. Ya mana aka, tez uying qayta, xotining uyda yolg'iz qoldi aka bo'la. Peti bo'lsa, dangliq advokatdan birini chaqirib, Rustamni patirib etmoqchi bo'ladi. Rustamning so'g'usi og'insi Alichi bosh ministr Jiji apandimni izlab kelib, Rustamga yordam qilishni o'tindi. Hamda Rustamning pat yaqinda sotqa chiqadiganligini, shunga turli vositalardan foydalanib, Vikramning asli qiyofatini oshkorlashining zarur ekanligini o'tindi. Yin xabar. Zamonimizdagi Shiminchi hujam deb nom olgan Vikram asli bir jonanka. Loji shaqma qo'liga suv quyib bermaydi ekan uni. Shuning bilan sot ichildigan kuni yetib keldi. Bu chaqda Rustamning boshlig'i o'zining huquqidan foydalanib, Rustamni qutqizib olmoqchi bo'ladi. Ammo Rustam buni chiroyliqcha rad qiladi. Shuning bilan bu ish uzrab ketadi. Lobo bo'lsa, bu ishga munosabatli odamlarni bir-birlab chaqirib so'raydi. Ammo hech qanday qoyil qilarlik bir natijaga erisha olmaydi. Hamda bevosita Rustam bilan paranglashmoqchi bo'ladi. Mangidanga, bu ishlar zodi qanday boshlangan? Og'ina. Hamma ishlar bir so'rinda so'ygunimni haq bilan tansi o'ynag'izganlikdan boshlangan. O kuni men zo'q bilan so'ygunimning boshqalar bilan tansi o'ynayotganligidan o'zirelib o'ltirib o'tdim. Tuyuqsiz mahallamizdagi eng cho'ng boyning o'g'li tug'ilganda tug'ut onasiga chacharab cho'ng bo'lgan sapasi yo'q jili quruq so'ylab Begzod Vikram yenimga kelib tunishlik berdi. Oy, ma'btini ijaraga beryaptimsa? Yo'qay, u tunishak emas. Tansini menda yaxshi o'ynaydi. Men mobda o'ynaydim. Fursat olsam bir qil o'ynay. Meni Yandan bayon keldi. Haqiqiy fantozlar o'rnlardan qopanglar. Oranglarda panu saloniga azab bo'lmaganlar bormi? Men bor hocam, men bor. Acaba sen panu saloniga kirsang, baldir bir qism ko'gini bo'ldiganligini bilmamsa, bu bir oddiy bir savoq-ku. Endi bekarlik chiqdi-ku, 2 kun saqilsamlar baribir. Shundami? Mundadan. Chiqamay qol. Totma. 抖音